Arzon narxda hovli joy so'rab yurganlar uchun zo'r taklifimiz bor. Urganchning yangginasida, ya'ni G'oybuda ko'rishingiz mumkin bo'lgan taxta bozor, shuni orqasida birisi 150 kvadrat metrli, ikkinchisi esa 200 kvadrat metrli hovli joyimiz sotiladi. Xullas, ko'rib turganlaringizning hovli joyimizni katta etib taxlab qo'ydilar. Shifrlari bostirilgan. Har bir uyda o'zini balkoni bor, ya'ni katta balkonlar ham bor. Plus hamma joy plita bilan bostirilgan, har bir joyniki отдельный bo'ladi. Banda yana gaz turbalar ham tortilgan, bemalol gaz tortib ishlataverasiz. Svetdan, suvdan, kanalizatsiyadan ham muammosi yo'q. Oldinda shunday gengina joylari bor, bemalol mashinalaringizni qo'yib, xullas lazzatga yashaverasiz. 150 kvadrat metrlarning narxi 350 millionda turibdilar, 200 kvadratning esa narxi 400 millionda turibdilar. Kelishadigan joyi bor ustunda, xudo xolasa bemalol kelib, ayniqsa og'a ukalar yonma yashimiz desangiz, yana boshqa zo'r sharoitda taxlab qo'ydilar. Ya bo'lmasa o'zim katta etib yashayman desangiz, yana qo'shilib turib, bemalol eshik ochib, ishini o'zini bir uyatib katta etib yashasangiz ham bo'laveradi. Hovli joyimizning chan tarafiga keladigan bo'lsak, giraverishda shunday katta prikoshkasi kutib oladi, o'zingizga bahosini beraverasizlar. Keyin esa dalonimiz ham kengina, bedan bemalol oilaviy o'tirib televizor ko'rish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Do'ridagi xonamiz zal, ya'ni mehmonxonasi. Qaranglar, bu ham kengina, oynalar ham katta taxlangan. Buni yonginasida esa oshxona uchun mo'ljallangan xonamiz bo'ladi. Oshxonani ham kengina etib qoldirganlar, bemalol foydalanasizlar. Bu yon tarafimizdan oshxonadan to'g'ri boq tarafga chiqadigan proxodlarni qoldirganlar. Bu yerdan ham uzundan ketdilar, xullas dumam katta bo'lmasa ham dumam kichkina emas, ya'ni yozda chiqib bemalol oilaviy o'tirib foydalanish uchun zo'r joyina. O'zingizga bahosini beraverasizlar. Keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, bu xonamiz birinchi etajdagi spalnisi bo'ladi. Xohlasangiz berni oshxona qilinglar, berni spalni qilinglar, xohlasangiz berni oshxona qilinglar, berni spalni qilinglar. Xullas, bu yerni o'zingizga bog'liq. Bu yerda o'rtada esa bir dona sanuzel tushirilgan bo'ladi. Bu ko'rib turganlaringiz birinchi etaj. Bu ko'rib turganlaringiz esa ikkinchi etaj bo'ladi. Balkon bilan kengina taxlangan, bellar bilasizlar, tinchgina, xullas lazzat yashaydigan joylardan biri bo'ladi. Bu yerda yana dalonimiz kengina, ikkinchi etajniki. Plus birinchi xonamizni o'zingizga bahosini berasizlar. Bellar ham kengina taxlangan, xohlasangiz spalni qilasizlar, xohlasangiz zal. Yanında yana bir xona tushgan. Plus bu yerda sanuzel bor. Bu yerda yana bir xonasi bor. Xullas, ko'rib turganlaringizning uyini mo'shnatib taxlab qo'ydilar. Narxlarini aytib o'tdik. Egasini nomerini qoldiramiz. Bemalol telefon turib, kelishib, zo'r baholarda xarid qilishingiz mumkin. Hammamizga shunday toza joylar nasib etsin.